Zakiya yurishdan to'xtab, xuddi quturgan buqadek og'ir-og'ir nafas olgancha erining eshigiga tikilib turdi. Lekin hayoning xarxasha qilib onasining kiyimidan tortqilashi uni hammom tomon burib yubordi. Zakiya hayoni ko'tarib hammomga kirdi. Hayo erkalik, yeb-ichish va uyqudan iborat bir necha kunlik hayotdan zerikib malollana boshladi. Chunki bu turmush tarzi Hayo kabi tajribali ruh sohibasiga emas, 5 yoshli bolaga mos edi. Bunday hayotdan zerikkan Hayo oxirgi paytlarda ko'chasevar bo'lib qolgan otasiga tashqariga chiqayotgan payt yopishib oldi. Solih avvaliga "Meni ham olib keting" deb erkalik qilayotgan Hayoni yo'ldan qaytarishga urindi. Chunki Solih rafiqasi o'g'lini o'zining ishtirokisiz biror joyga yubormasligiga ishonchi komil edi. Lekin kutilmaganda Zakiya bu fikrni qo'llab-quvvatlab, hatto "Uni olib ket" deb eriga oyoq tirab turib oldi. Solih hayron bo'lgancha Hayoni ko'tarib, "Birinchi marotaba Somiyni sensiz olib ketishimga ruxsat beryapsan-a?" dedi. Zakiya o'zgacha xotirjamlik bilan "O'g'limiz ulg'ayyapti. Otasi bilan birga yurishni ham o'rganishi kerak" dedi. Hayoni ko'tarib olgan Solih dedi: "Men shunchaki qo'shnimiz Murodnikka chiqib ketyapman, xolos." Zakiya makkorona nigoh bilan eriga qaradi. "Bilaman. O'g'ling senga xalaqit beradimi?" Solih shubha va qo'rquv aralash nigoh bilan javob qaytardi. "Yo'q, nega xalaqit bersin?" Zakiya oshxonaga qaytdi. "Yaxshi. Kechki ovqat 2 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Xohlasang do'stingni ham olib kel." Eshikdan chiqayotgan Solih hayron bo'ldi. "Yaxshi." Solih yo'lak bo'ylab qo'shnisi Murodnikka yurgancha o'g'liga "Bugun onang boshqacharoqmi? Unga nima bo'ldi?" dedi. Solih Murodning eshigini taqillatdi. Murod eshikni ochdi va Hayoni ko'rishi bilan uni otasining qo'lidan olib xursand oldi va nihoyat "Jajji qahramonni o'zing bilan olib kelibsan-da" dedi. Solih miyig'ida kulib "Ha, bugun u tug'ilgandan beri birinchi marotaba onasining quchog'idan ozod bo'ldi" dedi. Murod qo'lda Hayoni ko'targancha uyiga kirdi. Bugun rosa o'yin qizir ekanda. Solih ham Murodning ortidan kirib eshikni yopdi. "Bugun nima qilamiz?" Murod Hayoni divanga qo'yib Solihga javob berdi. "Istagan ishingni. Bu yerda sen ozodsan." Solih o'g'lining yoniga o'tirdi. "Sendagi shu ozodlikka hasad qilaman-da." Murod Solihning ro'parasiga o'tirdi. So'ngra cho'ntagidan tamaki quti chiqarib, undan bir o'ramni olib hidladi. "Bu ozodlikka o'zim erishdim. U o'z-o'zidan kelib qolgani yo'q. Nima demoqchisan?" Murod tamakini Solihga uzatdi. "Ol." Solih qo'llarini ko'targan holda rad qildi. "Yo'q, yo'q. O'zi o'tgan safar fosh bo'lay dedim. Bugun chekmasak yaxshi bo'lardi. Chunki oramizda yosh bola bor." Murod tamakisini cho'ntagiga solgancha kuldi. "Yaxshi, muammo yo'q." Solih nazarini tepaga qaratgancha so'radi. "Sen menga ozodlikka o'zim erishdim, u o'z-o'zidan kelib qolgani yo'q deb nimani nazarda tutganingni aytmading?" Murod o'rnidan turib oshxonaga yo'l oldi. "Hozir buni qo'y. Hidlab maza qilishimiz uchun yangi iforlarga ega bo'ldim." Solih Hayoni ko'tarib bag'riga bosgancha Murodning gaplariga qiziqsinib so'radi. "Hidlarning kasalisan-a?" Murod oshxonadan turib dedi. "Olamda hidlardan bahra olishdan ko'ra zo'rroq narsa bormi? Shu qiziqishing juda o'zgacha-da." Murod qo'lida shisha idishlarni ko'targan holda oshxonadan qaytib keldi va ularni stol ustiga qo'ydi. "Iforlar, orzu-xayollarga o'xshash yoqimli narsa." Solih tabassum qildi. "Eng yoqtirgan hiding qaysi ekanini hech menga aytmagansan-a?" Murod shisha idishchalardan birini hidlab, "Har birining o'ziga xos sehri bor." "Ehtimol." Shisha idishchani hidlayotgan Murod Solihga qaradi. "Sen uchun eng yoqimli hid qaysi?" Solih ko'rsatkich barmog'ini o'ziga qaratib so'radi. "Menimi?" Murod shisha idishchani stolga qo'ydi. "Ha, seni." Solih hayron bo'lgancha javob berdi. "Bilmadim. O'ylab ko'r. Vanil hidi ko'proq yoqsa kerak." Murod tabassum qildi. "To'g'ri tanlov, lekin sen yoqtiradigan, odamlar orasida uncha tarqalmagan hid ham bormi? Misol uchun qanaqa? Hislaringni jumbushga keltirib yuboradigan, hidlagan sar hidlaging keladigan." Solih kuldi. "Bunday holat yoqilg'i quyish shoxobchasida benzinni hidlaganimda ro'y beradi." Murod kuchli qiziqish bilan dedi. Ha, aynan shuni nazarda tutgandim." Solih taajjublanib so'radi. "Nima demoqchisan?" Murod shavqqa to'ldi. "Xushbo'y bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, senga hayot bag'ishlaydigan ifor." Murodning gapini eshitgan Solih kulgancha indamadi. Murod hayron bo'lib so'radi. "Nega kulyapsan?" Solih tabassum bilan qo'lini silkitdi.
Shunchaki Zakiya xayolimga kelib etim jimirlab ketdi. Murod keskin nigoh bilan jiddiy ohangda dedi. Bu kuladigan emas, yig'laydigan holat. Bu ketishda kundan kun so'lib oxiri hasratdan o'lib ketasan. Solih mahzun holda jilmaydi. Qo'limdan nima ham kelardi? Murod sovuqqon holda ishonch bilan dedi. Ko'p narsa. Solih va Hayo Murodga tikilgancha gaplarni diqqat bilan hayratlanib eshitib o'tirishardi. Murod kulgancha jiddiy qiyofasini o'zgartirdi. Benzindan boshqa yana nima hislaringni junbushga keltiradi? Oldin sen ayt. Murod stol ustidagi shisha idishchalarga diqqat bilan qaragancha javob qildi. Qaysi biridan boshlay? Iforlarga qiziqishim ancha uzoqqa, bolalik davrlarimga borib taqaladi. Deyarli hamma narsani hidlashni yoqtirardim. Barcha sezgi a'zolarim burnimda jamlangandek go'yo. Tamaki hidini sevdim. Yomg'ir isiga oshiq bo'ldim. Hatto quritgichdan chiqqan kiyimlarning hidi ham men uchun o'zga bir olam edi. Quritgichdan chiqqan paytda ularga yuzimni qo'yib, ajoyib ifordan rohat olardim. Oshlangan terining hidicha, yana bir go'zallik olami. Shu darajada hidlarni yaxshi ko'rasanmi? Murodning ko'ziga yosh qalqidi. Bundan-da ziyoda Solih, bundan-da ziyoda. Solih tabassum qildi. Men dengiz nasimining iforini, yongan o'tning hidini yaxshi ko'raman. Murod kaftlarini biriktirdi. Juda ham ajoyib hidlar. Sening eng yoqtirgan iforing qaysi? Murod ikkilanmasdan qat'iy ohangda javob qaytardi. Apelsin hidi. Solih taajjublandi. Apelsin? Ha, apelsin hididan ko'ra qalbimga yaqinroq boshqa hid yo'q. Nega aynan apelsin? Murod tabassum qilib dedi. Har safar uni hidlaganimda yodimga go'zal xotiralar tushadi. Qanday xotiralar ekanini so'rasam bo'ladimi? Murod o'rnidan turgancha ko'rsatkich barmog'ini tepaga qaratdi. Kel, undan oldin senga bir narsani ko'rsataman. Murod xonasiga borib ichkariga kirib ketdi. Bir necha soniyadan keyin qo'lida qurigan binafsha gulni ko'targan holda chiqdi. So'ngra tabassum qilgancha uni Solihga uzatdi. Hidlab ko'r. Hayo Solihni xavotir bilan kuzatib turdi. Solih esa gulni olib Muroddan "Nima bu?" deb so'radi. Murod yana joyiga o'tirdi. Bu hidlar ichidagi birinchi muhabbatim. Apelsin hidiga oshiq bo'lishimdan ilgari eng sevimli iforim edi. Solih gulni hidlab, darhaqiqat hidi ajoyib ekan. Nima degandim? Solih binafshani Murodga qaytardi. Gullar so'ligandan keyin ham iforni saqlab qolishini bilmas ekanman. Murod gulni olib dedi. Lekin bu gul boshqalarga o'xshamaydi. Ya'ni qarama-qarshi xonadondan Zakiyaning Solihni chaqirgan ovozi eshitilishi suhbatni bo'ldi. Solih Hayoni ko'targancha o'rnidan turib tabassum qilgancha Murodga dedi. Bugungi uchrashuvimiz nihoyasiga yetgan ko'rinadi. Murod ham o'rnidan turdi. Lekin juda kam o'tirding-ku? Zakiya o'g'lining firog'iga toqat qila olmaydi demaganmidim? Shubhasiz yana oldinga chiqaman. Murod tabassum qildi. Hech yo'q, salomat bo'l. Bugun kechki ovqatga biznikiga chiqishga nima deysan? Murod kuldi. Yo'q, rahmat. Rafiqang bundan xursand bo'ladi deb o'ylamayman. Bu taklif mendan emas, Zakiyadan chiqdi. Hazillashgan bo'lsa kerak. Solih tabassum qildi. To'g'ri aytasan. Gapirish ohangidan shunaqaga o'xshadi. Murod qo'lini Solihning yelkasiga qo'ydi. Senga va'da beraman. Tez orada tashvishlaring ariydi. Solih hayron bo'lgancha tabassum qildi-yu, qo'shnisiga javob qaytarmasdan o'z xonadoniga chiqib ketdi. Oradan 2 kun o'tdi. Hayo oxirgi kunlarda yotoqda onasi bilan birga uxlashni odatga aylantirdi. Solih esa har doimgidek ularga qo'shni xonachada yotardi. Tun yarimlaganda Hayoning hojatxonaga borgisi kelib qoldi va onasining yelkasidan ushlab uni uyg'otishga bir necha marotaba harakat qildi. Lekin Zakiya ha deganda uyg'onavermadi. Hayo o'rnidan turib qo'li bilan onasining yuziga tega boshladi. Shu payt Hayo onasining katta ochiq nigohlarini va og'zidan chiqib yotgan ko'pikni ko'rib dahshatga tushdi. Hayo qattiq qo'rqib ketgandan qichqirib yubordi. O'g'lining qichqirig'ini eshitgan Solih xonaga shoshilib kirdi va yotoqda dahshatli tarzda jonsiz taxtadek cho'zilib yotgan rafiqasini ko'rdi. Solih tezlik bilan yig'layotgan Hayoning oldiga borib, uni ko'tarib oldi. So'ngra xonadan chiqib darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Zudlik bilan yetib kelgan tez yordam xodimlari Zakiyaning vafot etganini aytganiga qaramasdan, uni tezda shifoxonaga olib ketishdi. Tergovchi va politsiya xodimi esa xonadon ostonasida turgancha Solihga ayrim savollar berishdi. Hamdardlik bildiraman, janob Solih. Vaziyatingizni tushunib turibman, lekin
Hoziroq aniqlik kiritib olishimiz zarur bo'lgan ba'zi masalalar mavjud. Sizga beradigan savollarimiz bor edi. Karaxt ahvolga tushib qolgan Solih dedi. Yaxshi, hech qisi yo'q, marhamat. Tergovchi Solihga o'tiring deb ishora qildi. Marhamat. Hayo shu onda Solih bilan birga edi. Solih tergovchi bilan suhbatlashish uchun o'tirarkan, Hayoni tizzasiga qo'ydi. Tergovchi: "Nega birinchi tez yordamga emas, politsiyaga qo'ng'iroq qildingiz?" Solih talmovsirab qoldi. "Nima? Men haligi tez yordamdan oldin bizga qo'ng'iroq qilganingizni aniqladik. Jinoyat haqida xabaringiz bormidi?" Solih battar talmovsirab javob qaytardi. U vaqt chuqur o'ylanib o'tiradigan ahvolda emasdim, chunki karaxt edim. Lekin politsiyadan keyin darhol tez yordamga qo'ng'iroq qildim. Lekin siz qilgan ilk harakat politsiyaga qo'ng'iroq qilish bo'ldi. Bu esa juda g'alati, hatto shubhali. Shubhali? Mendan rafiqamni o'ldirganligida shubha qilyapsizmi? Kim sizga uni o'ldirilgan dedi? Tibbiy ekspertiza xulosasi hali chiqqani yo'q-ku. Hayo nigohini peshonasidan ter oqishi boshlagan Solihga qaratdi. Solihning qo'llari qaltirardi. Men siz rafiqangizni o'ldirishda gumonlanib hibsga olindingiz. Yo'q, men uni o'ldirmadim. Tergovchi yondagi politsiya xodimiga ishora qildi. Undan bolani oling. Solih Hayoni qattiq quchoqlagan holda o'rnidan turib hayqirdi. Men uni o'ldirmadim. Tergovchi o'rnidan turib keskin ohangda gapirdi. O'g'lingizni xavfga qo'ymang. Istaysizmi, yo'qmi? Baribir biz bilan ketasiz. Solih siniq holda Hayoni yerga qo'ydi. O'g'lim nima bo'ladi? Tergovchi qo'lini cho'zib sokinlik bilan Hayoni o'z tomonga tortdi. Xavotir olmang. Tergov jarayoni nihoyasiga yetgunga qadar o'zingiz istagan yaqin insoningizga uni topshiramiz. Hayo tergovchining oldiga o'tishi bilan politsiya xodimi Solihga tashlanib, qo'llariga kishan soldi. Solih bog'lanishlari uchun ularga singlisining raqamini berdi. Shundan keyin politsiya xodimi sodir bo'layotgan voqealardan shokka tushgan Hayoni tergovchi bilan qoldirib, Solihni bu yerdan olib ketdi. Tergovchi tabassum qilib Hayoga: "Qo'rqma bolam, hammasi joyida bo'ladi" dedi. Tergovchi va Hayo Solihning singlisi yetib kelishini kutib o'tirgan chog' morgdan tergovchiga qo'ng'iroq qilishdi. Tergovchi oldinroq ularga ekspertiza jarayonida yuzaga chiqqan har qanday noodatiy narsa haqida yakuniy xulosa chiqishini kutib o'tirmasdan tezda xabar berishlarini tayinlagan edi. Telefonda suhbatlashayotgan tergovchining ayrim gaplari Hayoning e'tiborini tortdi. "Nima? Apelsin? Jasaddan apelsin hidi taralyapti deysanmi? Yaxshi. Yana qandaydir kutilmagan narsa chiqsa menga qo'ng'iroq qil." Tergovchi suhbatni yakunlab Hayoni ko'tardi. So'ngra jasad topilgan joyga, yotoqxonaga borib, ostonada turgancha xonani ko'zdan kechira boshladi. Xonada noodatiy biror narsa yoki o'zgacha hid yo'q edi. Shunga qaramay, tergovchi Hayoni yerga tushirib, bu yerda qandaydir shubhali narsa bor degan o'y bilan xonani yaxshilab ko'zdan kechirishda davom etdi. Hayo ham tergovchi kabi bo'layotgan ishlardan shubhalanayotgandi. Chunki Hayo apelsin haqida faqat qo'shnilari Murod maroq bilan gapirayotganda eshitgan edi. Hayo tergovchining e'tiborini qo'shni xonadonga qaratishga qaror qildi va "Qo'shnimiz apelsinni yaxshi ko'radi" dedi. Tergovchi Hayoga o'girilib qaradi va hayron bo'lgancha undan "Nima deding?" deb so'radi. Hayo shubha tug'dirmaslik uchun yana yosh bola roliga kirishga harakat qildi. "Qo'shnimiz apelsinni yaxshi ko'radi." Tergovchi Hayoga yanada yaqinlashdi. "O'sha qo'shnilaring qayerda yashaydi?" Hayo barmog'i bilan eshikka ishora qildi. Tergovchi Hayoni ko'tarib olgan holda Murodning xonadoni tomon yo'l oldi. Murodning eshigi ostonasida tergovchi Hayoni yerga tushirib, uni biroz nariroqqa uzoqlashtirdi. So'ngra cho'ntagidan to'pponchani chiqarib dedi: "Hoy bola, apelsinni yaxshi ko'radigan qo'shningizning uyi aniq mana shumi?" Hayo gapirmay boshini irg'adi. Tergovchi bir qo'li bilan eshikni taqillatib, ikkinchi qo'li bilan to'pponchaning xavfsizlik tugmasini bo'shatdi. Ichkaridan javob kelmagach, tergovchi eshikni yana taqillatdi. Shu asnoda tergovchi ham, Hayo ham apelsinning anqigan o'tkir hidini payqashdi. Tergovchi Hayoga qarab: "To'g'ri aytganga o'xshaysan" dedi. Tergovchi gapini tugatar-tugatmas eshik ochilib, yarim yalang'och ahvoldagi Murod to'satdan tergovchiga tashlandi. So'ngra uni yerga yiqitishga urinib, u bilan olisha ketdi. Murod apelsin hidi ufurib turgan qandaydir yopishqoq sariq moddaga burkanib olgan edi. Tergovchining qo'lidagi to'pponcha yerga tushib ketdi. Natijada tergovchi Murod bilan qurolsiz,
quruq qo'l bilan olishga majbur bo'ldi. Lekin g'alaba u tomonda emasdi. Chunki badjahl Murodning ketma-ket musht tushirishi natijasida tergovchining yuzi qonab, holdan toyib, qarshilik qilishga kuchi qolmagandi. Murod o'ng so'liga alanglab, to'pponchani izlay boshladi. Lekin u to'pponchani topolmadi. Shu payt kutilmaganda ortidan o'q uzilganini eshitib, jismida kuchli og'riqni his qildi. Murod chayqalgancha ortiga o'girilib qaradi va og'zidan tutun chiqib turgan to'pponchani ikki qo'li bilan mahkam tutib turgan Hayoni ko'rdi. Yopishqoq sariq moddaga burkangan yarador Murod to'pponchani Hayodan tortib olish niyatida qo'lini cho'zib u tomon yaqinlasha boshladi. Lekin yetib ulgurmasdan Hayo yana bir o'qni uning yuragiga joylab qo'ydi. Murod esa yerga jonsiz holda quladi. Hayo Murodning o'lganiga ishonch hosil qilgandan keyin to'pponchani chetga irg'itib, qonga belanib yotgan tergovchi tomon yugurdi. Lekin Hayo uning yoniga yetib kelmasidan oldin yorqin shu'la yuziga tushdi va bir necha soniyadan keyin o'zini otasining qasrida ko'rdi. Hayo qarasa, otasi undan kitobni tortib olish uchun shoshib kelayotgan ekan. Hayoning otasi kitobni olmoqchi bo'lib qo'l cho'zganda, qiz qo'ldan kitobni yonida alangalanib turgan o'choqqa otib yubordi. Qizining qilgan ishdan xuddi yonayotgan sahifalardek g'azabi qaynagan ota joyida to'xtab, jahl bilan baqirdi. Qachon o'zingni tarbiyali qizlardek tutishni boshlaysan? Xotimang onangnikidek bo'lishini istaysanmi? Hayo asabiylashib ketdi. Onam? Endi meni onam bilan uyaltiradigan bo'ldingizmi? Otasi baland ovozda dedi. Sen, onang, barcha ayollar, hammangiz bir go'rsizlar. Fursat tug'ildi deguncha isyon qilishga o'tasizlar. Hayo achchiqlandi. Men haqimda shunday fikrdamisiz, ota? Otasi xo'mraygancha g'azab bilan javob berdi. O'sha cholning oldiga boshqa bormaysan. To tirik ekanman, bu uydan tashqariga chiqmaysan. Hayo beparvolik bilan dedi. Jismimni tutqunlikda ushlab turishingiz mumkindir, lekin ruhim ozodligicha qolaveradi. Ota qiziga shapaloq tushirmoqchi bo'lib qo'lini ko'tardi. Lekin uning ko'zida oldin sira guvohi bo'lmagan qat'iyatni ko'rgach, tinchlanib o'zini bosdi. Sen qiz bolasan, aql bilan ish ko'rishing lozim. Hayo ko'zda yosh bilan jahl aralash masxaraomuz ohangda dedi. Qiz bola o'zini qanday tutishi kerak ekan, otajon? Bolaligimdan meni onamdan judo qildingiz. Sizga yoqadigan tarbiyali qiz bo'lishni menga o'rgatadigan odam bo'lmadi. Otasi xotirjamlik bilan dedi. Buni nazarda tutganim yo'q. Hayo baqirdi. Nima farqi bor? Yarangiz eski. Davolamoqchi bo'lib unga teginganingiz sari qayta yangilayverasiz. Ota yerga qarab past ovozda dedi. Xonangga kir. Hayo eshik sari yurarkan, g'azab bilan hayqirdi. Menga ojizaligimni va hech qanday qadrim yo'qligini eslatadigan odamning emas, bugun tug'ilgan kunim ekanini yodda saqlaydigan odamning oldiga ketaman. Otasi Hayoning ortidan, "Ortingga qayt!" deb qoldi. Hayo otasining chaqirig'iga e'tibor bermay, eshikni qarsillatib yopdi. Otasi uning orqasidan bormadi. Kuzatish uchun soqchilarni ham yubormadi. Divanga o'tirib, trubkasini yoqdi-da, noodatiy sokinlik bilan tamakisini tutata boshladi. Halima xo'jayinga yaqin kelib so'radi. "Xonimning ortidan boraymi, hojam?" Xo'jayin ro'parasiga termulgancha, "Yo'q, uni o'z holiga qo'y", dedi. Hayo uydan chiqqandan keyin bir tomchi ham ko'z yosh to'kmasdan Aminning yoniga borib, eshigini asta taqilladi. Amin eshikni ochishi bilan go'daklardek yig'lay boshladi. Amin esa tabassum qilgancha uni bag'riga bosib, "Bu yig'i senga bergan kitobim sababli deb o'ylamayman", dedi. Hayo boshini Aminning ko'ksiga qo'ygancha yig'lashda davom etdi. "Yo'q." Amin jilmaygancha Hayoning yelkasiga asta urib qo'ydi. "Qani yur, ichkariga. Nima bo'lganini menga ayt-chi." Ikkovlon birgalashib uyga kirishdi. Amin odatdagidek Hayoga qahva tayyorlab, uning otasiga nisbatan nafrat bilan to'lgan qalbidan otilib chiqayotgan so'zlarni diqqat bilan tingladi. Hayo Aminga otasi unga doimo qo'rs muomala qilishini, chunki u o'g'il farzand kutganini, shu sabab Hayoning qiz bola ekanidan uyalishini, negaki qiz farzand uning mol-mulklari va kompaniyalarni boshqara olish qobiliyatiga ega emas deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Hayo otasi o'qimasligi uchun kitobni o'choqqa uloqtirib yuborishga majbur bo'lganini ham aytdi. Amin qahvadan simirib, "O'zing nima deb o'ylaysan?" deb so'radi. Hayo ko'z yoshlarini kafti bilan artdi. "Nimani aytyapsiz?"
Haqiqatdan ham o'zingni ojiza deb bilasanmi? Ya'ni erkaklarga nisbatan demoqchiman. Hayo xo'mraygancha qat'iyat bilan javob qaytardi. Yo'q, albatta. Ayollar erkaklar bilan butunlay teppa-teng. Rostdan ham shu gapga ishonasanmi? Albatta, shunday deb o'ylamaganimda bu gaplarni aytmagan bo'lardim. Unday bo'lsa ahmoq ekansan. Hayo taajjublanib so'radi. Nima? Ahmoq? Erkaklarni ayollardan ustun deb bilasizmi? Amin o'rnidan turib, nadomat chekkancha boshini silkitdi va yerto'la eshigi sari yo'l oldi. Ortimdan yur. Hayo xursand bo'lib, Aminning izidan ergashdi. Yangi kitob o'qiymanmi? Amin zimiston yerto'lazinasiga tusharkan dedi. Men shu yerda kutib turaman. Sen esa yerto'laga tushib, shamlarni yoq. Hayo qorong'u yerto'laga tushib, shoshilib tusha boshladi. Amin esa ortidan uni ogohlantirdi. Ehtiyot bo'l, tag'in yiqilib tushma. Hayo yerto'laga tushib, shamlarni yoqdi. So'ngra irshaygancha divanga o'tirib, juda xursandligidan oyoqlarini likillata boshladi. Amin ham pastga tushib, Hayoni bu ahvolda ko'rgach, "Nega bunchalar xursandsan?" deb so'radi. Hayo irjaygancha, "Chunki yangi kitob o'qiyman" deb javob qaytardi. Amin tokchilarini ko'zdan kechirib so'radi. "Apelsin ifori kitobi qanday ekan?" Hayoning afti o'zgarib, boshini quyi solib, hazin ohangda, "Biroz oldinroq otam o'qimasinlar deb uni olovga irg'itib yuborishga majbur bo'lganimni sizga aytgandim" dedi. Amin qo'lini cho'zib tokchidan bir kitobni oldi. Kitobning qadr varaqlari bilan emas, mazmuni bilan o'lchanadi. "Uni asralmaganim uchun mendan jahlingiz chiqmayaptimi?" Amin qo'ldagi kitobni Hayoning oldidagi stolga qo'ydi. "Yo'q." Hayo kitobga e'tibor qaratmasdan dedi. "Inson zoti borki, jahli chiqadi. G'azab qabrga eltuvchi eng qisqa yo'ldir. Vaqtim biror narsaga g'azab qilishdan ko'ra ancha qimmatliroq. Sen buni o'qigan kitoblaring va ko'zing bilan ko'rgan vaziyatlaringdan anglab yetgan bo'lsang kerak deb o'ylayman." Hayo oldiga qo'yilgan kitobning sarlavhasiga nazar soldi. "Bizni satr qilib turgan avrat. Bu kitob mening yoshimga mosmi?" Amin tepaga olib chiquvchi zinapoya tomon yurgancha kuldi. "Tugatganingdan keyin uni tokchaga, joyiga qaytarib qo'yarsan." Hayo kitobni qo'liga olib, uning noodatiy sarlavhasiga diqqat bilan razm soldi. "Xo'p." Hayo kitobni ochishi bilan yuziga yorqin shu'la tushib, uni qamrab oldi. Shu'la so'ngach, Hayo o'zini katta konferensiya zalida turli yoshdagi ayollardan iborat ko'p sonli jamoa ichida o'tirganini ko'rdi. Bu jamoaning ichida birorta ham erkak zoti yo'q edi. Zal liq to'la. O'tirganlar orasida suhbat rosa qaynab, asalarilarning inidek g'uvullardi. Hayo devorlardan biriga ilingan kichikroq ko'zgu oldidan o'tganida o'zini 20 yoshlar atrofidagi qiz ekanini ko'rdi. Hayo shu alfozda makonni ko'zdan kechirib, atrofda nimalar sodir bo'layotganini anglashga harakat qildi. Shu payt yonidagi qiz gap boshladi. "Rom xonimning leksiyasiga birinchi marotaba kelishingmi?" "Nima? Qiz tabassum qildi. "Bosh qo'mondonimiz, ismini hech kim bilmaydi, lekin uni Rom deb chaqirishadi." Hayo atrofga alanglab so'radi. "Nima? Biz qo'shinmizmi?" Qiz kulib javob berdi. "Yo'q, lekin erkaklarga qarshi urush bo'lsa shunday bo'lishi mumkin." Hayo qizga o'girilib qaradi. "Nima demoqchisan?" Suhbatlashayotganlarning g'ala-g'ovurini to'xtatib, nigohlarini sahnaga qaratgan qattiq taqillatishdan ularning gapi bo'lindi. Bu paytda sahnaning orqa eshigidan 40 yoshlar atrofidagi bir ayol chiqib, minbarga ko'tarilgan edi. U sukut bilan qatnashuvchilarni ko'zdan kechirar, yuzdan esa jiddiylik va keskinlik sezilib turardi. Ayol bir necha soniyalik o'tli qarashlardan keyin oldidagi mikrofon orqali zal bo'ylab o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar vositasida hammaga eshitiladigan qilib baland ovozda hayqirdi. "Erkaklar, siz yana bir kun." O'tirganlarning bari o'rnidan turib bir ovozda hayqirdi. "G'amsiz kun." Rom qo'lini musht qilgancha havoda silkitib baland ovozda yana hayqirdi. "Ahmoqgarchiliksiz kun." Hayodan boshqa qatnashuvchilarning bari bir ovozda ayolga javoban baqirdi. "Zo'ravonliksiz kun." Hayo ortiga o'girilib, hayajon bilan nido qilayotgan ayollarga hayron bo'lib qaradi. Rom qo'li bilan turganlarga "Joyingizga o'tiringlar" degandek ishora qildi. "Tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Bugungi ma'ruzamiz muhimligi jihatdan avvalgisidan sira qolishmaydi.
Havvoning yer yuzidagi qizlari sifatidagi tariximiz haqida bo'ladi. Tarixdagi ixtirochi ayollar qayerga ketdi? Bu sayyora yarim aholisining yutuqlari qayga ketdi? Bashariyat sivilizatsiyasini o'zgartirib yuborgan olamshumul yutuqlar faqat erkaklar tomonidan amalga oshirilgani aqlga to'g'ri keladimi? Odamzod yaratilgandan beri to hozirgi kunimizga qadar ayol zoti insoniyat rivojiga hissa qo'shmasdan tomoshabin bo'lib turgani aqlga to'g'ri keladimi? Hayo kaftini og'ziga yaqinlashtirib, biroz oldinroq suhbatlashgan qizning quloqiga pichirladi. U nega bunaqa deb baqiryapti? Qiz nigohini minbardan uzmagan holda ko'rsatkich barmog'ini lablariga qo'yib, ma'ruza mobaynida gaplashish taqiqlangan deb javob qaytardi. Rom katta ishtiyoq bilan yana gap boshladi. Mantiqiy javob: tabiiyki yo'q. 1000 martalab yo'q. Ayollarning yutuqlari qayerda qoldi? Havvo va qizlarning yutuqlari qayda qoldi? O'sha yutuqlarni yashirishga, sohibalarni tarixdan o'chirilishga kim javob beradi? Olamda ayoldan qandaydir shaklda bo'lsa ham yordam olmagan erkak yo'q. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, dunyoda inson tarixini o'zgartirib yuborgan biror bir kashfiyot borki, albatta unda ayolning qo'li bor. Lekin biz bu haqda eshitmaganmiz va eshitmaymiz ham. Chunki bunday kashfiyotlar ko'pincha faqat noma'lum nom ostida qayd qilingan bo'ladi. Chunki o'sha kashfiyotning ortida ayol kishi turgan bo'ladi. Bu narsa go'yo jinoyatdek berkitishni taqozo qiladi. Chunki o'sha ixtironi kashf qilgan shaxs erkaklarning o'ta tor qarashlari-yu noqis aqllari bilan olib borganda batamom ojiz bo'lgani sababli bunday ishni amalga oshira olmaydi. Nega bunaqaligini bilasizlarmi? Negaki noma'lum shaxs deb qayd qilgan va yaratilishidan to hozirga qadar tarix kechmishlarini yozgan kimsa erkak bo'lgan. Rom nigohini yonida turgan qog'ozga qaratib, bir necha soniya davomida unga diqqat bilan nazar solib turdi. Hayo sukut saqlagancha yonidagi qizga "Endi gapirsam bo'ladimi?" degandek ishora qildi. Lekin qiz bunday qilmaslikka, ma'ruzaga e'tibor qaratishga imo qildi. Rom boshini ko'tarib baland ovozda yana gap boshladi. Ayrimlar bilmaganlikka oladigan va ko'pchilik inkor etadigan haqiqat bu: ayollarning katta qismida erkakdan ustun aqliy yoki fikriy qudrat mavjud emasligi, balki ayol undan bir qancha jihatdan ustun ekanini yaxshi bilishidir. Lekin bu ayollarning ko'pchiligi erkaklar ularni kamsitishiga ko'z yumadi. Nega? O'sha ayollar buni idrok qilib, shu tafakkurning o'zi bilan cheklanishgani uchunmi? Yoki o'zlaridan aqliy jihatdan past darajadagi toifa bilan o'zini kuchliman deb chiranayotgan yosh bola bilan tortishadigan ahmoq kimsadek talashishga yo'l qo'ymaydigan yuksak aqliy ustunlikka erishganlari uchunmi? Aqli raso odam o'zini kuchliroq ekanini da'vo qilayotgan yosh bolaga kuchini ko'rsatib, u bilan talashib o'tirmaydi. Faqat ayrim vaziyatlardagina tortishayotgan kimsaning ongi odatdagidan past bo'lgan holatlarda buning aksini ko'rishimiz mumkin. Erkaklarning katta qismi ilk uchrashuvdagi tashqi qiyofaga aldanadi. Bu esa barcha psixologiya va sotsiologiya kitoblarining talqiniga ko'ra ularning yuzaki fikrlashdan aziyat chekib yashashga yorqin dalil bo'ladi. Buning aksi o'laroq, ayol hayotida duch keladigan aksar vaziyatlarda tashqi ko'rinishga emas, mohiyatga e'tibor qaratishini ko'ramiz. Aynan mana shu faktning o'zi ularni o'z ta'biri bilan aytganda, ikkinchi yarmi bilan solishtirganda jinsimiz tafakkuri naqadar teranligini va aqliy jihatdan qanchalar ustunligini namoyon qiladi. Lekin shunga qaramay, asl haqiqatni yuzaga chiqarmaslik va ojizligini berkitish uchun erkaklar olami bu aqliy ustunlikni ayollik hissi, fe'l-atvori deb nom olgan. Hayo Romning to'lib toshib gapirishini kuzatarkan, o'ziga o'zi "Bu temir xotin kim?" derdi. Rom charm qutichani ochib ichidan ixcham ko'zoynakni olib taqdi. Oldidagi varaqqa qaragancha yana gap boshladi. Aksariyat erkaklar o'zlarini erkak bo'lib tug'ilgani uchun omadi chopib ular ega bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlar yer resurslarida jumladan ayollarga nisbatan ham hukmronlik qilish huquqini beradi deb o'ylashadi. Buning muqobilida esa ayollar bunday xudbinona fikr yuritmaydi. Ayollarning jismoniy qudratiga to'xtaladigan bo'lsak, ular boshdan o'tkazadigan to'lg'oq va tug'ish jarayoniga oddiy ko'z bilan qaraganda ham ayol zoti naqadar dard va azobni, qiyinchilikni ko'tara olishini
yaqqol ko'rishimiz mumkin. Lekin bu ko'pincha jim o'tirishni, erkak bilan bahslashmaslikni afzal ko'radi. Yana o'sha savolni takrorlayman. Nega? Nima uchun biz aqliy va hissiy jihatdan, mening nuqtai nazarimdan qaraganda, jismoniy jihatdan ham ilg'or bo'lgan insonlar erkaklar hukmronligi oldida bosh egishimiz kerak? Bu zaiflikmi? Unday deb o'ylamayman. Yo bu qo'rquvmi? Menimcha unday emas. Unda sabab nima? Hamma sukut saqladi. Lekin hayo savolni majoziy emas, rostmana deb o'ylagani uchun ruhlanib qo'lini ko'tardi. Buni ko'rgan haligi qiz Rom ko'rib qolmasdan shoshilgancha hayoning qo'lini tushirdi. Rom ko'zoynagini yechib, ma'ruza varag'ini bukladi. Biroz dam olamiz. Rom minbardan uzoqlashar ekan, tomoshabinlar o'rnidan turib berilib qattiq qarsak chalardi. Hayo ham turib, dong qotgancha o'tli qarsaklarni kuzatib turdi. So'ngra asta-sekin qatnashuvchilar tarqab, o'rindiqlar bo'shadi. Hayo yonidagi qizdan so'radi. Ma'ruza tugadimi? Yo'q, bu shunchaki tanaffus. Hayo konferensiya zalining chekkasidagi katta eshikdan chiqayotgan ayollarni kuzatarkan, lekin ular ketyapti-ku, dedi. Ular tamaddixonaga ketyapti. Men bilan bir finjon choy ustida gaplashishga nima deysan? Sizlarda qahva ham bormi? Qiz tabassum bilan javob qaytardi. Albatta. Hayo qo'lini peshonasiga qo'yib dedi. Bir finjon qahva ichib olsam yaxshi bo'lardi. Ikkovlan birgalikda zaldan chiqib, kichik stolchalar qo'yib chiqilgan keng binoga kirishdi. Binoning markazida qahvaxona bo'lib, tashrif buyuruvchilarga yengil tamaddi, issiq va salqin ichimliklar taqdim qilayotgandi. Hayoning hamrohi uni bir joyga o'tkazdi-da so'radi. Men borib 2 finjon qahva olib kelaman. Shakari qancha bo'lsin? Hayo o'tirib, bir-biri bilan qizg'in suhbat qurayotgan ayollarni diqqat bilan kuzatgancha javob qaytardi. Istaganingdek. Qiz qahvaxonaga kirib ketdi. Hayo esa atrofni diqqat bilan kuzatishda davom etdi. Shu payt zalda ma'ruza o'qigan ayolni ko'rib qoldi. U yolg'iz o'zi oldida turgan finjondagi ichimlikdan simirib, kitob o'qib o'tirardi. Hayo unga uzoq tikilib turdi. Bu nigohni sezgandek, Rom boshini ko'tarib, to'g'ridan-to'g'ri Hayoga qaradi. Hayo xijolat tortib, unga chapga alanglay boshladi. Hayo yana bir bor Romga o'g'rincha qarashga uringanda, uni yana kitob o'qiyotgan holda ko'rdi. Hayoning hamrohi 2 finjon qahva olib keldi va birini Hayoning oldiga qo'ydi. Senga yoqadi degan umiddaman. Hayo Romdan ko'z uzmagan holda finjonni olib undan simirdi. Bu ayol kim o'zi? Qiz Hayoning ro'parasiga o'tirgan kuyi so'radi. Qaysi ayol? Hayo finjonni stol ustiga qo'yib, hamrohiga qaradi. Ma'ruza o'qigan ayol. Qiz jilmayib so'radi. Rom xonimni aytyapsanmi? Ha, uning qanday o'tmishi bor? Hech qanday o'tmishi yo'q. Bunchalik jon kuydirishi g'alati. Bu ixlos deyiladi. Qanaqa ixlos? Davosiga bo'lgan ixlos. Qanaqa da'vo? Ayollik da'vosi. Ayollik da'vosi nima? Qiz taajjublandi. Bu savoling bilan nima demoqchisan? Bu savol shu darajada tushunarsizmi? Qiz qahvasidan bir xo'plam simirgandan keyin dedi. Yo'q, lekin Hayo yana Romga qaradi. U erkaklardan nafratlanadigan ayollar yetakchisimi? Bu yerda yig'ilgan ayollarning barchasi nima deb nomlanishidan qat'iy nazar, u ishongan narsaga ishonadi. Hayo finjonni olib lablariga yaqinlashtirgancha nigohini yana hamrohiga qaratdi. U senga soxtadek tuyulmayaptimi? Soxta deb nimani nazarda tutyapsan? Hayo finjonni stolga qaytarib qo'ydi-da javob berdi. Gapirayotgan gaplariga uning o'zi ham ishonmaydi va bu quruq tomoshadan o'zga narsa emas demoqchiman. Qiz hayron bo'lib so'radi. Bunaqa fikrga kelishingga nima sabab bo'ldi? Bu sezgi xolos, lekin ishonch hosil qilmoqchiman. Qiz xavotirlandi. Qanday? U bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlashish orqali. Qiz tabassum qildi. Hozir buning ayni fursati. Nimaning fursati? Savol berishni. Boya ma'ruza paytda qo'lingni ko'tarmaganmiding? Rom xonim hozir yolg'iz o'tiribdi. Ma'ruza paytida unga faqat savol bermoqchi emas, gapidagi bir nuqtaga e'tiroz ham bildirmoqchi edim. Bemalol, zero Rom xonim boshqalarning fikrini ochiq ko'ngillik bilan qabul qiladi. Hayo Romga nazar solib shubha aralash ohangda dedi. U o'z ovozidan boshqa ovozni tinglay oladigan odam deb o'ylamayman. Sinab ko'r, hech narsa yo'qotmaysan. Hayo o'rnidan turib Romning stoli tomon yurdi.